Soat 11:52 o'tibdi va biz hozir dukkanimni ana uyga ketyapmiz. Konsertlari bor ekan. Yosh bolalarimizni yengil konsert bo'ladi. O'shanga ketyapman. Hozir bilan tashlab, undan tashqari yana bilet olishim kerak. Muqimiga bor. Hozir panoramaga o'taman. Keyin muqimiga o'taman. Shunaqa. Ben yaxshi kayfiyat bilan boshladik kunni. Eng qizig'i bugun o'zim uyimga emas, Sergeliga ketaman. Sergelida turaman işte. Xullas, hozir biz panoramaga kelyapmiz-da. Esfan. Hozir cho'tki kadr turibdi. Ishonavringlar. Ishi bomba ekan. Nima demoqchiman? Xullas, короче, boya chiqib ketamiz ertaroq. Обратно yana qaytdik uyga. Men birinchi marta hayotim davomida endi hisob-kitobga yaxshiman-da, lekin imенно hisob-kitobda emasda adashdim, imенно vaqtda emasda adashdim. Yomoni bo'ldi bor. O'zim hali ham kechirolmay yuribman. Xullas. Va uyga borib, endi hamma narsa sababsiz bo'lmaydi. Yana qaytdik-da, ovqatlanib, keyin chiqdik. Shunaqa. Endi hozir tashab turib ularni o'zim muqimiy taraf ketaman. Shunaqa. Ularni ham hali qo'yaman. Xullas, panoramaga kelmaganimga ancha bo'lgandi. Hozir kelamiz. Ko'rishlarimiz to'la. Hozir ko'ramiz endi. Bularni kirgizaman. No 2:30da kirgizishadi mana jo'rovni. O'shani kutishyapti. Mana kutaman. Boshqa iloji yo'q. Xullas, yaqinlash, shunaqa gap. Bilash, shunaqangi asabim buzilyapti. Inson o'zbekni bilmaydi, tushunmaydi. Hatto tushunishga harakat qilmaydi-da. Asablarim. Xullas. Shu tarafga tushdim deylik. Uch tarafni endi to'lash kerak. Insonimiz hatto bir martaga qo'yib yuborsa bo'lardi. Unaqa ish taraflarga har doim ham tushib yurmayman. Mayli, kayfiyatni cho'ktirmaymiz. Kulgim kelyapti, shunchaki asabim buzilyapti, kulgim kelyapti. Noiloj kulamiz. Boshqa iloji yo'q. Xullas, shunaqa holat bo'lyapti. Hozir milliy nimadir teatriga kelganman ish qilib. Ammo bitta xatoligi bor ekan bularni. O'zbekistonda yashayapmiz. O'zbekistonda eng mashhur bo'lgan ulardan bittasi bu Uzcard-da. Uzcardni ko'p odam ishlatadi. Chemanuga qaraganda. Xumoga qaraganda. Hozir endi bankomat qidirib yuribman. Lekin bularda xumo bor ekan, Uzcard yo'q ekan. Qoyilmisizlar? O'zbekistonda shunaqa rivojlanish pasayib boraverar ekan, rivojlanishdan orqada qolib ketaverar ekanmiz, boshqa davlatlar bilan tenglasha olmaymiz. Qiyin masala bo'ladi. Mana nimaga asabim buziladi? Mayli yo'qdir deyli. Endi men hozir qanday naqd qilaman? Ularda klik ham mumkin emas ekan. Klik mumkin emas ekan, mayli 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi, pulni nimadir qilish ekanda, xullas tushunmadim men. Insonning roziligi bilan olinyapti naqd pul undan. Unga qaytarib pul berilyapti kartadan. Noqonuniy yo'l bilan bo'lsa ham o'sha 160 mingga erishdim. Bu xatoliklarni to'g'rilash kerak. Endi men to'g'risi qonunga qarshi ketish xolamayotgandim. Prosta mashina menga qonuniy darajada shunaqa qo'polliklar qilayotgan ekan, men ham shunaqa qilaman. Xo'p, nima demoqchiman? Siz O'zbekistondasiz. O'zbekistonda xumo ishlatib bo'ladi, xo'p, Uzcard ishlatib bo'lar. Lekin bitta narsa bor, bu yerda hammasini qo'yib qo'yish kerak kartasi bilan. Bu ularning aybi. Ular qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham menga ular topib berish kerak. Men yugurib yurishim kerak emas. Bu yerda men klientman birinchidan. Klient всегда прав degan gap mana shu joyda ishlash shart. Topdim aka. Faqat shunaqa holatda ishlamasa u narsalar
Вот men endi klik qilib berishga majburman. Boshqa iloj yo'q. Klik ilovalar nimaga berilgan? Вот sizlar to'lov qilish uchun, to'g'rimi? To'lov qilmoqchiman desam, men shaxsiy biznesim emas-u, yo bu yoq deyilyapti. Unda положено kartasini qilib qo'yish kerak-da. Men yugurib yuribman bu yerda. Billing, yomon asabim buzilib ketdi. O'zbekiston. Ko'karmaymiz bunaqa ketishdi. Mayli. Ortiqcha gap o'zingga zarar deyilgan joylari bor. Shuning uchun ortiqcha gap shart emas. Buni bilgan biladi, kommentariyada fikringizni bildiringlar-chi, вот именно. Nima deb o'ylaysizlar sizlar? Вот bu narsalar qanchalik to'g'ri? Hozir men ichkariga kirib biletimni olib, shunday olib chiqaman. Hozir ichkarida ham muammo qilaman. Men yugurib yurdim mashina orqasida. Hech bo'lib 160 ming bo'ladi dedingiz. Mana opa. Sizda faqat xuma bor dedingiz, a? Nega UzCard yo'q? Opa, O'zbekistonda. Endi bu qanuni muammosi bor-da. Texnik muammosi bor. Tushunarli. Nega klik qilib qo'yishmagan? Hozir просто men yugurib yuribman-da, UzCard yo'ligi uchun, karta yo'ligi. O'shani yo'lini qilib qo'yish kerak-da. Unda xatya UzCard qilib qo'yish kerak-da. Opa, yugurib yuribman aka. Yo, sizda muammo demayman. Demak, o'sha kompaniyasida muammosi bor. Tushunarli. Bo'ldi aka. Xo'p, rahmat kattakon. Eshitdinglar, ko'rdinglar, вот. Bu mana bilgan qaysi joy nomini ham bilmayapman. Xo'p, O'zbek Milliy akademik drama teatri. Sizlarga shu muammoni hal qilishinglarni endi so'rab qolaman. Bu videoni ko'rasizlarmi, ko'rmaysizlarmi bilmadim-ku. No, lekin bu katta muammo hisoblanadi. Sizlarning eng katta xatoinglar hisoblanadi. Endi bu joy bo'yicha menda negativ paydo bo'ldimi, demaysiz. Sizlar O'zbekistonda turib karta ishlata olmayotgan bo'lsak, klik qila olmayotgan bo'lsak, naqdimiz bo'lmasa-da, hozir rivojlanib ketdi zamon, hammasi elektronniy to'lanyapti pullar. Nega bu narsani muammosini hal qilmagansizlar? Shuni tushuna olmadim. Hozir opamlarga kelganimizda Napoleon qilib qo'ygan ekanlar, unda pishiriqlar, shokoladlar bilan tayyor turgan ekan. Bozaman endi, mana bosa menga yoqadi Napoleon. Eng yoqtirgan narsalardan shirinliklardan bittasi Napoleonda. Bu kadr qo'shmasam bo'lmasdi. Zakat qaranglar. Shunaqangi cho'tki bo'lib turibdi. Tabiat. Ham go'zal. Bugun sayr qilishga havo bo'ldi, o'zingizlar ham bilasizlar. Hozir Sergelidaman. Soat 21:31 bo'ldi va men hozir Sergelida sayr qilishga chiqdim ko'chaga. Xullas, havo idealniy bo'lyapti, vashe super bo'lyapti. Hozir sayr qilayotganimda ayrim bir muammolarni eslolmayman, boshqa qolmayman. Xullas, yaxshiligiga deydi-ku, bugungi kunimdagi muammolar hammasi yaxshiligiga bo'ldi. Mayli. Inson shunaqa xatolar qilib, shunaqa muammolardan ulg'ayadi deydi-ku. Shunaqa narsa bor. To'g'ri. Shunaqa hozir endi kirib turib montajni qilaman-da. Undan keyin opamlar bilan ozgina shaxmat o'ynab turib kechroq uxlayman menimcha bugun. Endi damma-dam deb o'tkazish kerak-ku.